Assalomu alaykum, daragiy kolleги. Kasbdoshlar, hormanglar, salom alaykum hammaga. Bir xona, ikkinchi etaj, 8 etajga Novostroykadagi uyimiz Xudo xohlasa sotuvga chiqdi. Novostroyka, upakovka, 38 kvadrat. Xrushchevka domni puliga siz uchun beryapman. Siz uchun, tushundingiz-a, siz. Siz uchun beryapman. Kirib kelish eshigi mana bu ham spalni bo'ladi. Upakovka hamma narsasi bilan. Romantichniy spalni. Ortoped matraslar. Siz uchun shuncha mehnat. Siz uchun, tushundingiz-a? Siz. Siz ham birga ko'rayotganlaring uchun. Xrushchevka uyida puliga beraman. Oshxonasi. Televizor, konserver, xolodilnik, stralka hamma narsasi bilan. Mana bu yoqqa oshxonasi katta joy. Mana bu yoqda stol qo'yib, bemalol ovqatlansa bo'ladigan joy qilsa bo'ladi. Uy kupchiklar, perikupchiklar mana shu uy olib sotadiganlar uyda egalaridan ko'ra arzonroq sotadi. Sababi hozir men aytmoqchi bo'lgan narximdan bir 15 ming qimmatiga birinchi etaj so'rab o'tiribdi. Sizlarga mana shu imенно siz uchun ulgurdi. Xrushchevka domni puliga Novostroykani beraman. Kvadrati Xrushchevkadan katta. Nimadir yetmayapti. Sanuzel. O'shaning uchun arzon. Sanuzel yo'q desam. Yo'q, sanuzel sekretni eshikda orqasida. Sanuzelda aslida razden qilsa ham bo'ladi kattaligidan. Xo'p, lokatsiyasini, opsiyasini tashlab qo'yaman. Chiqqanidan bungurlating, ulgurasiz, Xudo xolasa. Ulgurdi, narx shikala chiqadi, Xrushchevka domni puliga chiqadi. Xrushchevka dom bundan qimmat so'rayapti. Novostroyka 2-etaj. 13-kvartal. Chilonzor 13-kvartal. Farxatskiy bozorida olibdi. Bitta bungurlating, Xudo xolasa sotasiz. Siz uchun.